Xo'p, hammaga salom. Bugun biza ko'rib chiqadigan topic yangi part 1 multi-level reading. Xo'p, 19-oktyabrda tushgan test ko'rib chiqamiz. Xo'p, the search for liquid gold. Oltin suvini qidirish deb nomlanibdi. For millennia. Bu yangi so'z bo'lishi mumkin. For millennia degani thousands of years. Minglab yillardan beri degani. Humans have marveled at. Marveled at degani hayratda qolmoq. Xo'p, wonders of the nature. Xo'p, minglab yillardan beri insonlar tabiat mo'jizalaridan hayratda qolib kelgan. Xo'p, today bugungi kunda one of the most fascinating natural product is honey. Xo'p, bugungi kunda juda ham ajoyib bir qiziqarli mahsulotlardan biri bu asaldir. Xo'p, asal haqida gaplashar ekanmiz. Xo'p, beekeepers are modern custodians of the liquid gold. Custodians degani xo'p, the people who are responsible for taking care of something. Xo'p, parvarishlovchilar degan so'zga sinonim deb olsak bo'ladi. Parvarishlovchilar bo'lib chiqadi o'zbekchasiga. Xo'p, asallarichilar hozirgi kunda zamonaviy oltin suvini qo'riqlovchilardir degan tarjima qilsak bo'laveradi. Hozirgi kunda xo'p, many ko'plikdagi otni qidiramiz. Xo'p, are devoted to finding the new ways of cultivate and harvest honey sustainably. Hozirgi kunda ko'plab kimlardir o'zini bag'ishlabdi yangi yo'llarini topishga va asalni sustainably masalan harvest hosil olishga o'zlarini yo'llarini qaratishibdi. Xo'p, nima desam bo'ladi? Many demak biza multi-levelda ishlaganmiz. Bundan oldin bizaga ko'plikdagi ot qidiramiz. Birdan oldin. Xo'p, wonders tushmaydi. Today one of the best products tushmaydi chunki bizga shaxs kerak. Xo'p, mana beekeepers. Xo'p, many beekeepers are devoted to finding the ways to cultivate and harvest honey sustainably. Birga beekeepers tushar ekan javob oldik. Xo'p, lekin where does the journey of honey begin? Bo'pti, o'zi asli asal qayerdan boshlanadi? Olish jarayoni qayerdan boshlanadi? Xo'p, initially dastlab it starts with bees. Albatta bu arlardan boshlanadi. So that's because nimadirlar, chunki sababi nimadirlar asosiy rol o'ynaydi creation of honey, asalni yaratishda. Xo'p, endi ikki bilan bir orasida qidiramiz. Nima asosiy rol o'ynaydi? Mana bees. Asalarilar asosiy rol o'ynaydi asalni yaratilishda. Zo'r. More importantly, muhimrog'i bees pollinate degan changlatmoq. Asalarilar changlatadi nimani? Gullarni va gather nectar. Nektarni nima qilar ekan? Gather, yig'ib olar ekan. Changlash jarayonida. Undan keyin transform it o'zgartiradi nimaga? Into honey. Nektar yig'adi changlatish jarayonida va uni asalga aylantirar ekan. Qayerda? Within the hive. Hive degani mana uyasi. Hop, once bees have collected sufficient. Hop, yetarlicha nimadirlarni yig'ib olgandan so'ng ular return qaytadi qayerga? Hive, o'zini uyasiga. Nimaga? Hop, to begin the production process. Mahsulot tayyorlash jarayonini boshlash maqsadida. Demak, buni 3 ta oldin qidiradigan bo'lsak, mana nektar. So once the bees have collected the sufficient nectar. Nektarni yig'ib olgandan so'ng uyga qaytib asal ishlab chiqarish jarayonini boshlaydi. Hozirgi yillarda beekeepers have discovered the nearly 400 unique types of honey. 400 ga yaqin asal turlarini hozirgi kunda asalarichilar kashf qilibdi. Hop, each has distinct flavors and properties. Har birining alohida xususiyati va ta'mi va xususiyatlari bor ekan, properties. Hop, lekin baxtga qarshi many hives are threatened. Lekin ko'plab asalari uyalari xavf ostida ekan. Nimaga? By environmental changes and pesticides. Shu ikki narsa tufayli. However, lekin baxtimizga bundan tashqari lekin degani. Hop, lekin nimadir agar yaxshi saqlansa beekeeperslar yaxshiroq e'tibor qarata oladi 3 ta faktorga. Hop, nima yaxshi saqlansa? Hop, hives oldik. Answer agar uyalari yaxshi saqlansa beekeeperslar 3 ta faktorga yaxshi qaratadi. Birinchi o'rinda flower variety, gullarning xilma-xilligiga, bu juda muhim ekan. Hop, hive health, uyasining yaxshiligiga, and harvesting techniques, hosil olish texnikalariga. Hop, the variety of flowers is important.
gullarning xilma-xilligi juda ham muhim because it influence taste. Gullarning muhimligi nimaga muhim? Gullarning xilma-xilligi muhimligining sababi u xilma-xil gullar uning ta'miga va sifatiga ta'sir ko'rsatar ekan, albatta asalda. Xo'p, of the honey 100% honey. Honey degan so'z chiqqan bo'lishi kerak. Mana honey. Bundan oldin ko'rmadim, demak mana shu yerda honey nam topdik. Honey. So bees require a healthy hive. Albatta ularga sog'lom uya kerak, yaxshigina environment to thrive and produce honey efficiently. Xotirjam asal ishlab chiqarishlari uchun qo'shimcha qiladigan bo'lsak, nimadirlar ishlatilibdi hosil jarayonida va bu ta'sir qilibdi uning sofligiga va longevity, asalning saqlanish muddatiga nisbatan uzunligiga. Hope so maintaining a diverse floral environment, healthy hives and proper harvesting methods are crucial for producing high quality honey. Plus high quality honeyni biz ishlatishimiz uchun juda ham ko'plab metodlar bizga kerak ekan. Hop, ulardan biri bu proper harvesting, healthy hives and diverse floral environment. Hop, nima ishlatilibdi harvest? Mana techniques. Hop, bitta qaytaramiz. Biz oldik birga beekeepers. Bu to'g'ri javob edi. Keyingisiga nima oldik? So that's because bees. Yeah. The third one nectar bo'ldi. Nektarni yig'ib olganidan so'ng. Hop, the first one if the hives. Hop, bu yerda biz olamiz hive degan so'zni. So and focus on the maintenance. Beshinchisiga oldik biz honey. It influences the taste of the honey. And the last one is techniques. Xo'p, hech qanaqa montajlarsiz bittada video olishga harakat qildim, iloji boricha tushunishga. Siz bu tekstda qiynalganingizdan asosiy sabab shu new vocabulary'ga duch kelib qolgan bo'lishingiz mumkin. Bu testni yana bir o'zingni boshdan ishlab ko'rasizlar, boshqa ishlamanga versiyasini ham tashlab beraman. Xo'p, va yana yangi kelayotgan dekabrdagi testda tushib qolish ehtimoli bor. Barchaga rahmat. Omad.